Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Shavot Avto kanali obunachilar do'stlar. Bugun bahorning 1-kuni, 1-mart, Moskvachimiz do'stlar sotiladi. Pritsepam bor buni. Pritsep garajda turibdi. Hozir videoning davomini qo'yib beraman. Holati cho'tki holatda, metan gazlari toza qo'yilgan. 4 dona balon zo'r holatda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz zo'r. Metan gazlar ham bor, metanni surok ham bor. Plus tayyor avtomobil. Buni orqasida pritsepi bor, uzun. Hozir garajda turibdi, ham ko'rsatamiz. Zo'r. Uzun olsam uzun ekan, enam 50 pritsep ekan. Pritsepi bilan birga endi buni yurgan probyektlarni bilmaymiz. Tak. 69 ming kilometr ekan, 69 ming kilometr ekan. Buni yilini tichadimi? 88-yil ekan bu. Hali bemalol buni yana 15 yil xizmat etsangiz bo'ladi. 88-yil, dokument hamma narsasi bor. Doyunisi ham beriladi. Pritsepi bilan do'stlar 15 million so'm bahasi. Daha sizlar pritsep uzattiraman desangizlar ham shuncha pul chiqib ketadi. Hozir pritsepini ham ko'rsataman. Garajda turibdi. Zo'r baho do'stlar. Bemalol aloqaga chiqasizlar, срочный sotiladi. Pastda pramo yegan nomeri. Bemalol aloqaga chiqib olsangiz bo'ladi. Pritsepi do'stlar hamma narsasi ishlaydi. Balonlar ham zo'r holatda, dami chiqib turibdi ekan. Uzun olsam uzun buni ko'rishingiz mumkin. Hem yeniden 50, içine bemalol liboy narsani solib qatnasangiz bo'ladi. Pritseplar ham zo'r materialdan tayyorlangan. 15 million so'm bilan hamma narsani ekishingiz mumkin.